Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Ingvar Sasut kanali va bugun bizda yangi video olaylik. Bugungi videolikda men sizlarga yangi o'quv yiliga kirish ballari haqida ma'lumot bermoqchiman, ya'ni 2026 va 2027-yil uchun. Bilasiz, hozirda rasmiy ballar hali e'lon qilinmagan, chunki buning uchun imtihonlar bo'lishi kerak va universitetlar o'zining yakuniy natijalarini e'lon qilishi kerak. Lekin ungacha sizning kuchingiz shart emas. Men bugungi videoda nima qildim? Shu paytgacha bo'lgan kirish ballari, ya'ni 2020-yildan tortib 2025-26-yilgacha e'lon qilingan ballarni hisobga olib, ularning o'sish grafikini hisobga olgan holda 2026-27 xullas yangi o'quv yili uchun prognozlarimni bir joyga to'pladim. Umid qilaman bu video sizga manfaatli bo'ladi. Unda videoni cho'zmasdan boshlaymiz. Iltimos, videoga agar like bosmagan bo'lsangiz like bosib qo'ying. Bu juda ham muhim. Chunki like bossangiz biz tezroq video chiqaramiz. Shuningdek, videoga obuna bo'lishingiz shart. Xo'p, endi keling, asosiy qoida minimal o'tish ballari haqida gaplashadigan bo'lsak. Bu yerda bitta qoida bor: universitetlarda har yili ballar oshadi. Bunga nima sabab bo'ladi? Bilasiz, hozirgi paytda turli xil sertifikatlar mavjud va ular talabalarga hattoki muddatidan avval ham talaba bo'lish imkonini beradi va hattoki grant yutish imkonini ham beradi. Shu boisdan har yili ballar oshib bormoqda. Shuni hisobga olgan holda bu yerda bir nechta sohalarni bo'lib chiqdim. Ya'ni davlat komissiyasi qarori ko'ra 2000-yilda minimal o'tish ballari, shunga oid holat ikki guruhga bo'ldi. Misol uchun elit sohalar huquq, tibbiyot, biznes. Bilasiz, bu sohalar O'zbekistonda juda ham mashhur. Har yili 100 minglab talabalar bu sohalarga hujjat topshirishadi. Bu paytga kelib, bularda minimal kirish balli 94, undan 5 ball bo'ladi. Ya'ni mana shu o'sha soha uchun, boshqa sohalar uchun emas. Aynan mana shu huquq, tibbiyot va biznes uchun 94, undan 5 ball bo'ladi. Ya'ni 50%. Kontraktga, albatta bu kontraktga kirish uchun, lekin shuni ham hisobga olib qo'ying. Bundan ham yuqori bo'lib qolish ehtimoli ham bor. Eng kamidan shu ballni olishga harakat qiling. Iloji bo'lsa 100 balldan teparoq olishga harakat qiling shu sohaga kirish uchun. Endi shuningdek, boshqa bularga qaraganda talab nisbatan pastroq, lekin juda ham mashhur bo'lgan sohalar mavjud. Ya'ni bular qaysilar? IT, pedagogika, biologiya va boshqa sohalar. Bu sohalarda minimal kirish ballari 75.6 ball, ya'ni 40% bo'lishini tashkil qilyapti. Ya'ni bu yerda nima? Kontrakt, ya'ni shartnomaga yetadigan holatda bu qayerda amal qiladi? Viloyat institutlarida ko'proq ishonarli desak bo'ladi, chunki poytaxt Toshkentda bilasiz, raqobat juda ham kuchli. Bu yerda yuqoriroq bo'ladi katta ehtimol. Shuning uchun ham eng kamida 75.6 ball to'plashga harakat qiling. Agar yanada sizga aniqroq aytadigan bo'lsam, 80 balldan kam olmang. Eng kamida albatta. Bundan yuqori olsangiz juda ham yaxshi. Grantga harakat qilsangiz bo'ladi. Keyingisi huquq va yurisprudensiya. Eng yuqori raqobat. Bu sohada raqobat ham kuchli, ballar ham shunga yarasha yuqori bo'ladi. Grant uchun har doim talab yuqori bo'lgan va ko'pchilik talabalar bunga kirish uchun barcha imkoniyatlardan foydalanadi. Va grant keling bu sohada kamida 170 dan 80 ball oladi. Hattoki 180 ball ham deb olsak bo'ladi. Chunki raqobat bor. Kontrakt esa 155 ball bo'ladi eng kamida. Bu qayerda? Misol uchun Toshkent davlat yuridik universitetida bo'lishi mumkin shunaqa ballar. Yana nimani bilib qo'yishingiz juda ham muhim. Minimal talab 94.5% bo'lsa-da, haqiqiy raqobat bundan ancha yuqori bo'lib ketishi mumkin. Chunki bilasiz, video boshida aytganimdek, ko'pchilik talabalar hozirda turli xil sertifikatlarga ega. Bular ularga qo'shimcha ball beradi. Qo'shimcha ball yuqori ball degani va unaqa talabalar soni ortishi, ya'ni o'zining sertifikat ega bo'lgan talabalarning ortishi raqobatning ortishiga olib keladi va ularni ballarini qo'shib, universitet yakunida umumiy ballarini hisoblaydi. Bu ballarni yakunida oshishiga olib ketadi. Toshkent davlat yuridik universiteti eng
raqobatli oliy ta'lim muassasalaridan hisoblanayotganimdek. Shu mana shu haqida bilsangiz bo'ladi hozircha huquq va yuridik stipendiya haqida. Ayrim joylarda noto'g'ri gapirayotgan bo'lsam uzr, chunki allaqachon tungi soat 12. Charchaganman. To'g'ri tushunasizlar. Tibbiyot sohasi super kontrakt ehtimoli. Bu soha bo'yicha ham qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni to'pladim. Hattoki Google ham ojizlik qildi bu ma'lumotlarni berishga, chunki bilasiz, bizning davlat universitetlarimiz hech qachon bazasini o'z vaqtida yangilamaydi. Bu esa talabalarga qiyinchilik tug'diradi. Bu sohada grant 175 ball, 160 dan 175 ball atrofida bo'ladi. Prognoz 10 plus minus 15 ball bo'lishi kutilyapti. Shuningdek, yana bir muhim tafsilotlari bor. Toshkent tibbiyot akademiyasi hududiy institutlarga qaraganda 15 ball yuqoriroq bo'ladi, chunki poytaxtda har doim raqobat kuchli. Super kontrakt mavjudligi oddiy kontrakt ballarini ham yuqori ushlab turadi. Shuningdek, biologiya va kimyodan chuqur tayyorgarlik talab etiladi. Maqsadli kvotalar ba'zi hududlar uchun imkon yaratishi mumkin. Qancha kvota ko'p bo'lsa, shuncha imkoniyat. Iqtisodiyot, moliya va biznes. Bu sohalarda grant 155 balldan 170 ball orasida bo'lishi kutilyapti. Kontrakt esa kamida 100 ball, o'rtacha 120 ball. Bu sohada iloji boricha sertifikatingizni B2 qiling ingliz tilidan. B2 sertifikati oling. IELTS kamida 5.5 bo'lsin, 5.5 6 eng kamida. Va boshqa sertifikatlarni ham taxlab qo'ying, chunki bu sohada ham talab juda ham yuqori, raqobat kuchli bo'ladi. Bu raqobatda yutib chiqmoqchi bo'lsangiz, oldindan o'z qurollaringizni tayyorlab qo'yganingiz ma'qul. IT va muhandislik texnika yo'nalishlari. Bu sohada grant 135-150 ball oralig'ida bo'ladi. Bu qaysi universitetlarda? TATU, INHA, Turin kabi ta'lim muassasalarida bo'ladi. Kerak bo'lsa bu ballardan ham yuqori bo'lishi mumkin, chunki aytganimdek raqobat kuchli. Kontrakt esa 110 ball atrofida bo'ladi. Shuningdek, minimal chegarani 75.6 ball desak bo'ladi. Baribir bundan ham yuqori bo'lish ehtimoli katta. Chunki ma'lumotlarni ko'ryapman, ko'pchilik studentlarda allaqachon talaba bo'lib bo'lishgan sertifikatlar orqali. Va mana bizga kerak bo'lgan joyi pedagogika, psixologiya, biologiya. Kommentda faqat shu sohalar haqida ma'lumot so'raysizlar. Pedagogika va psixologiya grant. Keling, buni o'rtacha 135 ball eng kamida to'plang. Kontrakt albatta grant uchun, kontrakt uchun esa 90 ball oling. Albatta bu viloyat universitetlarida farq qiladi. 76 ball deb olsangiz bo'ladi. Ya'ni oldindan bilib qo'yishga. Filologiya va xorijiy tillar grantga 170 dan 178 ballgacha, kontrakt esa 95 dan 115 ballgacha. Agar sizda IELTS yoki TOEFL sertifikati deyarli barcha bo'lsa, sizga imkoniyatingiz oshadi. Nega? Chunki hozirda bu sertifikatlar deyarli barcha universitetlarda bor. Hattoki tavakkal tayyorlanib yurgan odamlardan B1 chiqyapti. Ya'ni 4-5 oy tayyorlanadi, B1 sertifikatni olib kiradi. Agar sizda shulardan farqli bo'laman desangiz, kamida sizda B2 bo'lsin, sizda shansingiz oshadi. Ballarga ta'sir qiluvchi yangi omillar bor. Keyin ularni ko'rmasak bo'lmaydi. Yuqorida ko'p qaytarganimdek, chet tili sertifikati B1 yoki B2 daraja chet tili blokidan maksimal ball beradi. 2026-yilda sertifikatingiz grantga kirish ehtimolini deyarli 0 ga tenglashtirib qo'yadi. Misol uchun, gumanitar va iqtisod sohalarida sirtqi ta'lim qisqarishi, sirtqi ta'lim kvotalari kamayishi natijasida kunduzgi ta'limdagi raqobat kuchaydi. Bu degani endi sizda qo'shimcha 100 minglab raqobatchi bor aynan shu sohaga kirish uchun. Maqsadli qabul. Tibbiyot va pedagogika hududiy kvotalari mavjud, faqat o'sha hududda ro'yxatdan o'tganlar uchun. Bu kirish ballarini biroz tushirishi mumkin. Bu borada sizlarga plus ekan. Bu yerda sal grafikalar qo'shilib ketibdi. Keling, mana shunday bo'lsa ham tushuntirishga harakat qilaman. Soha bo'yicha kirish ballari umumiy tasvir. Bu yerda huquqshunoslik bo'yicha grantga kirish o'rtacha 175 ball, kontraktga 147 ball bo'ladi. Albatta, endi tibbiyotda grant o'rtacha 170 deylik. Kontraktga 135 ball atrofida. Qolganlari ham shunday.
yana eslatib o'taman, yuqoridagi raqamlar 2025-yil tendensiyalari va 2026-yil uchun yangi minimal chegaralar asosida hisoblangan taxminiy o'rtacha qiymatlar, ya'ni shu paytgacha o'sib kelgan ballarni hisoblagan holda prognozlar orqali qilingan natija bu. Xolos, xulosa qilib aytganda, mo'ljalni to'g'ri oling. Grant uchun har qanday sohada eng kamida 155, iloji boricha maksimal ballni to'plashga harakat qiling. Shuningdek, kontraktga mabodo sizda bilim yaxshi tayyorlamagan deb bilsangiz, o'zingizni iloji boricha 100 ball olishga harakat qiling, nasoq tayyorlaning. Albatta bu IT va pedagogika sohalarida 85 balldan yuqoriroq bo'lsa yetarli, lekin baribir ham yuqori ball olishga harakat qiling. Qiziqadigan yo'nalishingizga kirishga harakat qiling iloji boricha, chunki 4 yil ushbu sohada o'qiysiz. Keyinchalik bu yo'nalishni almashtiraman, o'zgartiraman desangiz bizga katta muammo bo'ladi. Chunki o'zimning sohamni ham ko'ryapman, bu yerda ham IT sohasida ko'pchilik shunchaki kirib olgan bu yerda qiziqishga, lekin aslida ularda bunga qunt yog' o'rganishga va amalda 36 million to'lagan 1 yildan keyin chiqib ketdi universitetdan. Sizlarga asosiy tavsiyam sertifikatingizni tayyorlab qo'ying oldin. Iloji boricha ko'proq fanlardan sertifikat olib qo'ying. Milliy sertifikatlarni hammasini iloji boricha sohangizga kerakli bo'ladigan bo'lsa olib qo'ying. Bu albatta sizni muddatidan oldin talaba bo'lishingizga ham yordam beradi. Bu yerda hozir kirish imtihonlari boshlanishiga ham 2 oy, 2,5 oy atrofida qoldi. Bu degani sizda vaqtingiz kam. Iloji boricha buni ham hal qiling. Va yana shuni ham aytgan bo'lardim, agar siz hali hech qaysi fandan repetitorga bormayotgan bo'lsangiz, o'zingizni tayyor deb bilmayotgan bo'lsangiz, 1 yil pauza qilib, aynan mana shu sertifikatlarni olishga harakat qiling. Chunki universitetga hech narsani bilmasdan kirib, katta miqdorda kontrakt to'lagandan ko'ra 1 yil umringizni qo'shimcha o'rganishga va self study qilishga sarflasangiz, albatta siz kutgan natijani olasiz, hattoki grant yutib olishingiz ham mumkin. Albatta video shundan iborat edi. Umid qilaman video sizga manfaatli bo'ldi va oxirigacha ko'rdingiz. Shuningdek, qo'shimcha savollar va 100% konsultatsiya Telegram orqali sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegramga kuchukcha Yakub taksisi Khan orqali bog'lanishingiz mumkin. Albatta konsultatsiya pulli, chunki juda ham ko'plab talabalar yozadi. Va shuningdek, bizning pulli kanalimizga konsultatsiyani olganlarni qo'shib qo'yamiz. U yerdan o'zingizga kerak bo'lgan barcha savollarga javob topasiz. Xususan universitetga qanday topshirish, qanaqa hujjatlar kerak bo'lishi va hokazolar. Ya'ni sizni boshingizga qotiradigan savollarga javob berib borganmiz bu yerda. Shuningdek, 24/7 savol yo'llashingiz mumkin. Albatta bunga ham javob beramiz. Yaxshi. Hozir shundan iborat edi. Videoga albatta like bosmagan bo'lsangiz like bosib qo'ying, obuna bosmagan bo'lsangiz obuna bosib qo'ying. Qanaydir savollar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin.